Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Bugungi brifingimiz onlayn firibgarlik, ya'ni internet orqali sodir etilayotgan turli aldov va moliyaviy jinoyatlarga bag'ishlangandir. Raqamli texnologiyalar hayotimizga ajralmas qismiga aylangani sari firibgarlar tomonidan qo'llanilayotgan usullar ham takomillashib bormoqda. Shuning uchun har birimiz hushyor bo'lishimiz, o'zimizni va tashkilotimizni himoya qilishimiz zarur. Firibgarlar faqatgina telefon orqali emas, balki elektron pochta, ijtimoiy tarmoqlar, messenjer, soxta veb-saytlar va hatto mobil ilovalar orqali ham fuqarolarga aldash urinmoqda. Eng xavfli jihati, firibgarlar o'zlari bank xodimi va davlat organi vakillari, kuryer, hatto tanish odamingiz sifatida ko'rinishi mumkin. Shuning uchun odamni emas, xabarni tekshirish eng muhim qoidadir. Firibgarlarni qanday tanish mumkin? Firibgarlar odatda quyidagi belgilar bilan farq qiladi. Takliflari juda jozibador, tez pul, katta yutuq, cheklangan vaqt. Xabarlar shoshiltiradi, hisobingiz bloklanadi, hoziroq to'lang, shubhali havolalar yuboriladi. Rasmiy logotip, til yoki imlo xatolar bo'ladi. Noma'lum raqamlar, Gmail yoki boshqa bepul email manzillar yozishadi. Eng muhim qoida, hech kim sizdan shaxsiy ma'lumotlaringiz so'ramaydi. Agar so'rasa, bu firibgardir. Firibgarlar duch keladigan qanday yo'l tutish kerak? Shaxsiy ma'lumot yoki pul bermang. Firibgar bilan muloqot darhol to'xtating. Xabar yoki raqam bloklang. Zarur bo'lsa, huquq-tartibot organlari murojaat qiling. Parollarni darhol o'zgartiring va qurilmalaringizni tekshiring. Onlayn firibgarlik bu faqat texnik tahdid emas, balki psixologik bosimga asoslangan jinoyat turidir. Shuning uchun texnik bilim bilan birga hushyorlik, shaxsiy mas'uliyat va axborot xavfsizligi madaniyati oshirish eng muhim himoya vositasidir. Eslab qoling, bilgan inson himoyalangan insondir. E'tiboringiz uchun rahmat.